narxini boshida aytib qo'yaylik. 33500 ga BMW i4 40i. Bosib maza qilib g'iz-g'iz yurishga, sinab ko'rish uchun ham bosib yuboring. Sotaman siz ham zarar qilmaysiz bu mashinada. 2023-yil 73000 probeg, oppoq qanasi. Kraska bo'lgan joylari bor. Oporniy diskalarda M paket, lyuki bor, head-up display, M paket, Harman Kardon akustik sistema, Jigaran salonligi 2023 yili eskilari emas. Mana holatini ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Mashina orqada ham даже abagrev, magagrev, Type-C hamma narsasi bor. Kraska bo'lgan joylari qarang. Mana shu krilo almashgan, ham kapotni mana shu bir qismiga o'tgan. Rasmini ham ko'rdim, men yon tomon mana shu qirilganiga qirilgan. Kraska tegan. 33500 ga lekin voобще shikalatlar, shunchaki his qilish uchun haydab bos